Mana bugun qayerdan yo'lga chiqdingiz? O marojna quyishdan yo'lga chiqdim. Keyin o'zingizga hech yoqmaydigan gullar tayyorlash, keyin u gullarni kimlargadir olib borib hadya qilish. Undan keyin bilmadim, yana bu baxtni ko'proq odamga yetkazish uchun bu 30 yoshingizda 30 ta odamni baxtli qilish, ularni uyli joyli to'yni o'tkazish, undan keyin mana yana yo'lga chiqib mana masjid qurilishi yoki orada umra ziyoratlar bular haqida ham gapirib bering. Uni o'sha qolib ketmasin. Qanaqa bo'ldi? Umraga qancha odam yubordingiz siz? Uni hikoyasi qanaqa edi? Bu aziz tomoshabinlar, buni siz Abdullohni reklamasi bo'lyapti ekanda deb o'ylab qolishingiz kerak emas. Buni bunday tushunishingizni istagan bo'lardim. Har bir ish me'yorda qilinishi uchun 5 ta narsaga ehtiyoji bor. Qachon, qanday, qancha, kimga, nima uchun. Bu 5 ta tamoyilga amal qila olgan odam me'yorni hech buzmagan bo'ladi. Buni Said Komilni tarjima qilganlari bir kitob bor. Farobiyni Baxtga yo'llanma degan bir kitoblarni tarjima qildi. Ana o'sha kitobda baxtga erishishda me'yorning ahamiyati haqida bor. Va o'sha me'yorning ahamiyati bir ishni qilar ekan, bu 5 ta asosga suyanish. Do'stimizni, ukamizni Abdullohni faoliyatini kuzatar ekanmiz. Bu 5 ta narsaga suyanayotganingizni ko'ramiz. O'rnak bo'lsin deb, bir ibrat olinsin degan ma'noda bu narsalarni so'rayapman. Har doim so'raganda aytayapmanki, hikoya qanday boshlandi? Bu juda muhim. Qanday boshlaganini ko'rsatadi, tugaydimi, tugamasligini. Bizni ko'rayotganlar bir narsani bilishlarini istardim. Hammamiz Xudoning bandalari va hammamiz kamchiliklarimiz bor ekan. Va men o'zimdan nimani xulosa qilaman desa agar, vaqti-vaqtida o'zimni savol-javob qilamanki, to'g'rilashga harakat qilaman-da. Bu nima degani? Men ideal insonman degani emas. Hozir men aytgan mehnatlaringiz, qilgan narsalarim bular tahsinga loyiq bo'lmasligi ham mumkin. Chunki kamchiliklarim ham bor, o'ziga yarasha, meni nimam bor, hamma qatori. Men ham Xudoning bandasi va kamchiliklar, lekin harakat qilamanki, bir nimalarni to'g'riroq qilishga. Shuni faqatgina aytmoqchiman xolos. Mayli, biroz tortinayotgan bo'lishingiz mumkin. Odam har doim ham qilgan ishlarini maza qilib aytib olmaydi. Lekin bu boyagi o'ziz aytgan tamoyilga, ya'ni boylar Allohning kasrlari ochadi kerak bo'lgan joy degan tamoyilingizga o'zingiz amal qilayotganingizni ko'rsatadigan bir ko'rinib turgan bir omil.